Hello YouTube ahli sizlar bilan Raker Fan. Bilasizlarmi, YouTube'ga bir video joylagandim va obunachimiz bizga mana bunaqa juda ham qiziqarli shart beribdi va biz buni albatta hozir amalga oshiramiz. Qani go. Hoppa. Hello YouTube ahli sizlar bilan Raker Fan bo'ldi. Mana videoga ham kirib oldik. Bo'ldi, mana juda ham atmosfera boshqacha. Nima deydi? Cheksiz, umuman tugamaydigan qorli baza bo'ldi mana. Xuddi obunachimiz aytgandek, bitta maxluqlar yuribdi, bo'ldi, endi nima ham deymiz. Xo'p, bu yerda jitlar yo'q, burni kattalar yo'q, bu yerda burni kattalar yo'q. Golemlar yo'q, bizni hech kim himoya qilmaydi o'zimizdan boshqa bolalar. Kelyapti, bilet. Obunachilar, uzr so'kinvordim. Bu bilet degani men uchun so'kinish emas bo'ldi. Bilet desam nima uyimdagilar nima so'kinyapsan deyshadi. Men uchun so'kinish emas. Xo'p, aldimiz qarab bilaveramiz. Sraz bosonamiz. Qochdik. Iloji boricha bolalar kamroq yugurishimiz ham kerak, sababi uje ovqatimiz, jonimiz kam, juda ham kam. Lekin bu birinchidan uje o'yinga kirgandayoq nimaga kam bo'lib qoldi bilmayman. Hop, bizga nom berishdi. Yaxshi. Nu bir kun jon saqlashga bizga yetadi. Sababi obunachimiz bizga bir kun qilib bersangiz degandi. Va albatta hozir shu bir kun bo'lsa ham shuni albatta amalga oshiramiz bolalar. Voy, go'zal. Ishton ham yaxshiroq turibdi, zo'r. Tak, hozir. Xo'p, nima bo'lyapti bu yerlarda? Taymashdan yerni kavlab kirib ketamiz bolalar. Sababi moshni qilib yerni kavlab o'zimizga blok olib uy qurishimiz kerak. Shuning uchun bolalar bizga kerak bo'ladi albatta bular. Tak. Bekinish kerak unda katta uylardan. Minecraftda bolalar juda ham ajoyib illyuziyaga o'xshash narsalar bor bolalar. Misol uchun qorli yerni kavlayapman, lekin qor emas, faqat yerni tushyapti, ko'rayotganmiz sizlar. Juda ham shunaqa jumboqlik o'yin. Obunachilar, albatta like bosib qo'yinglar. Like bosishga hech qancha vaqt ketmaydi bolalar. Даже 1 sekund ham ketmaydi, lekin sizlar uchun bu videoni tayyorlaganda anchagina vaqt ketib qolyapti. Xo'p, mayli, bu haqda keyinroq gaplashamiz video haqida. Hozir asosiysi biz uy qurib olishimiz kerak. Undan keyin bolalar nima desam bo'ladi? Bilet bizni ko'rib qoldi. Xo'p, nima desam bo'ladi? Tezda olamiz, ketamiz bolalar bu yerdan. Uje kechqurun tushyapti, mana shu yerga uy qurishimiz kerak. Broni yasashimiz kerak o'zimizga, lekin bizga ikkita broni berdi, ko'rgan bo'lsanglar. Teridan yasalgan bitta bosh kiyim, shilem ishton berdi bizga. Tak, o'shandan biz foydalanib olishimiz kerak. Sababi nimaga? Kechqurun anov skeletlar keladi, bilsanglar, bu yerda qorli bazadagi skeletlar o kamordan o'qitganda sizlarga nima berib qo'yadi? Zahar berib qo'yadi, poison berib qo'yadi. Voy, birinchi qor, Uyda yolg'iz. Xo'p, mayli bola, chalg'imaymiz. Shunaqa narsa beradi bolalar. Nimaga? Chunki zahar bo'lishi uchun. Zaharlanganingizdan keyin bilasiz, sekin yugurasiz. Blujnik bor ekan bolalar, biz baxtimizga. Bu bizga albatta plyusga ishlaydi bolalar. Plyusga uje bekitib qo'yamiz bolalar. Bu fakelni bekariga olmadim bolalar, mana tak. Endi yaxshilab rivojlanib olamiz bolalar. Hamma yo'q, moshni bo'ladi. Tak. Juda ham qiziqarli bo'ladi va oxirigacha ko'ringlar bolalar videoni. Davay. Xo'p, biz blujniklarni olamiz. Tak, blujnik bizga juda ham kerak bo'ladi. Yerda yuqurib qo'ysak ham bo'ladi bolalar, lekin asosan biz tashqarida bo'lishimiz kerak, chunki obunachimiz qorli bazada deydi. Obunachimiz ana birinchi obunachimiz edi. Birinchi obunachimiz albatta shartini bajaramiz bolalar. Va sizlar ham shorts videolar kuzatib boringlar va shorts videolarga, liboy videoga shunday kirib kommentariy yozib qo'yasizlar bolalar va men o'zim yoqqan kommentni albatta bajaraman. O'zim yoqqanda emas, ne to'liq o'zim yoqqanda, balki sizlar aytgan barcha nimani men bajaraman bolalar. Tak, chiqib olamiz. Whoa. No guys, no. Tak, bo'ldi. Moshna. Bolalar, xo'p, tak, qaranglar. O'zingizlar ko'rdinglar, tashqariga chiqib bo'lmaydi umuman. Strashniy juda ham, bunday qancha berdi. To'ptak ozaka yaxshi bizga bu qo'l keladi. Nimaga bolalar? Chunki bular oz beradi. Nima bo'lganda ham sababi qochib qutulishimiz kerak. Men sizlarga aytdim, bu videoni boshida sizlarga aytdim obunachilar. Juda ham xiyiniga, qartga qo'yib qo'yganmiz. Bunda выживание qilamiz. Albatta hozir aytgandek kommentariyaga yozinglar va men sizlarga ham shartlar albatta bajaraman bolalar. Xo'p, mayli, blujiklar tez olamiz.
Bolalar bu yerda yana bitta nito tomoni bolalar. Chunki bu yerda daraxt yo'q. Bizda faqat bitta tayoq kirka bor. Bulojniklardan kirka yasash mumkin, lekin hozir bizda nima deydi? Tayoq yo'q. Umuman yo'q. Bitta sho'rva, ikkita non, sandiq, 3 ta fakel va bitta shlem bilan ikkita broniyadan tashqari hech nimamiz yo'q bolalar bizni. Bizga qilich kerak bolalar. Qilichimiz bor ekan, lekin bulojnikdan qilichimiz bor, Xudoga shukr. Albatta, nima desak bo'ladi? Juda ham hozir xavfli vaziyat. Agar hozir chiqadigan bo'lgan taqdirimizda ham bolalar, juda ham xavfli. Qilichimiz bor, lekin broniya yo'q bizda. Ustki kiyimlarimiz yo'q. Bizga zahar o'tadi. Nima deymiz? Albatta bizga o'sha broniyalar kerak. Mana ko'rganinglardek yerlarni, bulojniklarni qazib olyapmiz bolalar. Xo'p, tak. Hammasini chiroyli qilib qazib olishimiz kerak. U tepamda zombi menimcha bolalar, sababi o'sha chiqyapti bolalar, qatyapti. Men Toshkentga gapirolmayman. O'zi qishloqliman. Xo'p, tak. Mana shunday qilib bitta hammasini nima qilamiz bolalar, olib broniyalar bilan kuchayib olishimiz kerak. Mana shu bulojniklar bizga kerak bo'ladi, bloklar. Qancha blok ko'p bo'lsa, uy shuncha chiroyli, mustahkam bo'ladi. Nima deydi? Katta bo'ladi. Katta uy bizga kerak emas, lekin chunki bizning narsalarimiz juda kam bolalar. Bitta sundugimiz bor xolos. Bu yerda выживание faqatgina 1 kun yozilgan. O'zi 1 kun qila olaman, chunki ovqatim yetmaydi, jonim yetmaydi. Agar bir kechada o'sha o'lib ketishim mumkin. O'zinglar ko'rganinglardek bolalar juda ham zombilar agressiv hozir. Ayniqsa mana shunaqa vaziyatlarda qor yog'ib turibdi, quyosh yo'q. Hech narsa yonmaydi ham. Juda ham opasniy vaziyat bo'lyapti bolalar hozir. Tak yo'q, chiqmaymiz bolalar. Sababi nimaga? O'zinglar bilasizlar hammasini. Hozir aytib o'tganimdek bolalar. Nima ham bilmayman, bolalar matdan teshik ochamiz bolalar. Nimaga? Chunki ular tushganda matga tushadi, bizga zarar berisha olmaydi. Biz ularni ura olamiz. Bemalol urib, o'rin olib, ularda bo'lgan narsalarni olishimiz mumkin. Bizga balki kerakli narsalar bo'lishi mumkin ularda. O'ldirsangiz baribir suyak tushishi mumkin-da. Va bir endi выживание kerak bo'ladi bolalar. Xo'p, tak. Tak. Mana bu yerdan qarab tursak, bizga kelishlari mumkin. Tak. O keldi, bittasi keldi. Uzoqqa tushdi. Yeah, go guys, go. Xo'p, endi bitta qiynaymiz bo'ladi. Mana. Bitta zarba olgan mana. Hoppa. Bizga kamon ikkita o'q berdi. Voy, yaxshi. Minecraft, spasibo Minecraft. Xo'p bolalar. Nima deydi? Xo'p, ruscha qo'shiryapti, uzr. Takmaga o'q tegibdi. Mana zahar ko'rganinglardek. Boyagindaqa. Endi nima qilishni ham bilmayman bolalar, to'g'risi. Endi albatta biz himoyalanishimiz kerak. Obunachilar, agar meni juda ham yaxshi bilasizlar, meni oldingi kanalim bor edi. Agar meni kuzatayotgan bo'lsanglar, meni oldingi obunachilarim biladi, chunki meni kanalim bor edi. Player Uz Minecraft degan kanalim bor edi. Juda ham obunachilar yaxshi edi. Aktiv juda ham yaxshi edi bolalar. Agar eski obunachim bo'lsanglar va hozir ham shunaqa aktivni ko'taraylik bolalar, chunki hamma videolar, qilayotgan hamma harakatlar YouTube'da like yoki prosmotr yig'ish uchun emas bolalar, buni aytib qo'yishim kerak. Bu hammasi sizlar uchun, zerikmasliginglar uchun bolalar va meni hobbim bolalar Minecraft. Videolar chiqarish bolalar. Xo'p, takmetkalab qo'yamiz. Shunaqa gaplar va shuning uchun mehnatimizni birozgina qadrlagan holda bolalar, like va podpiska bosib qo'yasizlar. Xo'p. Mana tushish kerak bolalar, bu tong otmayapti, realni qorin ochyapti. Ovqat kam bolalar. Bir narsa qilib biz o'sha nima deydi, bu vaziyatdan chiqib ketishimiz kerak. Xo'p. Uyni tez qurishimiz kerak. Obunachimiz ham juda ham qiyin shart berdi. Nima deydi, uni ustiga o'zimiz ham nima deydi, qiyinga qo'yib qo'ydik Minecraftda, bilsanglar, hartda qorin tez ochadi, urin tez ketadi, joningiz, zombilar tez hujum qiladi. Kunduzi ham hujum qilib ko'radi zombilarga. Hartda bo'ladigan bo'lsa obunachilar. Shuni bilib olinglar. Takmetlarni kavlab olamiz bolalar. Tezda, juda tez kavlashimiz kerak. 34 ta bulojnikimiz bor. Tak. 34 ta bulojnik tong otmayaptimi? Obunachilar bu yerda tong otmaydi, cho'ta Antarktidada ham cheat qilamiz bolalar mana. Bizga cheat mana. Tak, dengizamiz bo'ldi. Tak, hozir. Yo'q, bo'lmadi, qabul qilinmadi cheatimiz bizni. Ana, kunduzini qildik. Lekin pagoda o'zgarmadi bolalar. Qor hali ham yog'yapti.
Agar qor yog'adigan bo'lsa, quyosh chiqmaydi. Quyosh chiqqani bilan qor yog'sa, anu tashqaridagi marra skeletlar bizga bemalol hujum qilaveradi, yonmaydi, o'lmaydi, urinib ketmaydi ulardan. Shuning uchun hozir biz pagodani ham o'zgartirib qo'yamiz obunachilar. Mana Go Cheaterski. Endi to'g'ri Vivaniyada unaqa qilish kerak emas, lekin to'g'risi bunaqa qilsa bo'lmaydi bolalar. Vivaniya tugamaydi bunaqa bo'ladigan bo'lsa. Voy. Нормально. Нормально. Tak. O'ljamiz yaxshi, yomon emas. Tak, bizga o'q berdi, xo'p. Tak. Qor hali ham to'xtamabdi bolalar. Bir qabul qilmayapti chetda bittada. Yasni qo'yib qo'yamiz, ana. Tak. Qor yog'ish to'xtayapti bolalar. Biz endi bemalol chiqib uyimizni bitirsak bo'ladi va Vivaniyani ham nima deydi, xudo xolasa mana tugatib qo'yamiz bolalar. Xo'p. Sekin chiqib olishimiz kerak nima bo'lganda. Bu o'qni qaranglar, yomon. Mana qor bosibdi. Obunachilar, qor ko'p. Qor vallahi bu qor. Qancha kerak? Mana qotak. Biz bulojnikdan mana shu yerda qilsak to'g'ri bo'larmikin? Xo'p, biz bulojnikdan qilsak mana hozir. Tagi yer bo'lsa. Bilet fundament bunaqa bo'lmaydi, jigarlar. Obunachilar, fundament bunaqa bo'lmaydi. Tagini bunaqa qilmaymiz-da, tagini normalniy anaqa bulojnikdan qilib qo'yamiz bolalar. Tak. Bilet qo'yilib ketyapti. Obunachimiz qiyin shart berdi. Qiyin, juda qiyin. Xo'p. Va bolalar, men haqiqiy originalniy Minecraftda emas, oddiy nima deydi? Oddiy Minecraftda ham Vivaniyalar qilib videolar chiqaraman bolalar. Bu degani nima demoqchiman? Faqatgina Minecraft originalda bo'lmasa ham juda ham haligi oddiy Minecraftlar bo'ladi-ku, Minecraft emas, Minecraft kichkina. O'shanaqa Minecraftlarda ham videolar chiqarib turaman, shunchaki modlar qo'shib, Vivaniyalar qilib, ukalarim bilan, chunki Minecraft juda yaxshi bilishadi. Va har xil Minecrafterlar bilan videolar chiqarib turaman bolalar. Albatta sizlar ham Minecraft haqida video chiqarmoqchi bo'lsanglar, birinchi bo'lib avatarka yaratinglar. Juda ham ko'p ishi, lekin prosmotr ham shunga yarasha bo'ladi. Oldin aytganimdek, videolar prosmotr yoki like uchun emas bolalar, shunchaki bosib qo'yinglar bo'ldi. Hamma mehnat sizlar uchun. Tak, albatta mavzudan yiroqlashmagan holda uyda tez bitiramiz. Xo'p. Tezroq uyimizni bitirmasak bo'lmaydi bolalar. Umuman uji quyosh botyapti. Nima bo'lganda ham zombilardan qochishimiz kerak bolalar. Uyimizni chiroyli qilib, moshni qilib qurib olganimizdan keyin, tak. Xo'p, matga qo'yamiz. Xo'p, mana. Yo'q, mana chotki. Uji anu brat 1k obunachiga tushdi uji bolalar. Yo'q, matga qo'yib qo'yishimiz kerak. Xo'p. Tak, bo'ldi. Tepasini matib bulojnikdan qilsak bolalar. Chotki. Uji havo ham ayniq bolalar. Burni kattalar, jetellar yo'q. Havo ham aynib. Quyosh yo'q. To'xtaylar akaram, qilaylik, tamom, mo'lad olaylik. Aura, kela aura. Bo'ldi. O'tganda moni buzib qo'yamiz, mana ikkita. Yo'ldan hamma narsa bolalar hisobga olingan obunachilar. Menda bu juda ham zo'r hisobga olingan bu narsa. Xo'p, tak bo'ldi, mana bu qorlarni chiroyli qilib yig'ishtirib olamiz. Bo'ldi, moshni mana bo'ladi ham chiroyli qilib yig'ishtirib olganimizdan keyin uyimiz deyarli bitdi, chunki bu nima deydi, oyna qilishga kerakli anjom asbob-uskunalar yo'q bo'ldi. Mana shuning uchun nima deydi, mana shunaqa qildik. Hozir eshikka ikkita yer olaylik-da, tak bo'ldi. Eshik qilib qo'ymasak bo'lmaydi, eshik qilishimiz kerak hamma yerga. Ya'ni mana shu joyga aynan zombilar kirib, biz уже talon-taroj qilib ketmasdan oldin
qo'yishimiz kerak. Xo'p, bolalar, mana videomiz ham oxirlab qoldi bolalar. Hammaga rahmat, meni kuzatib boringlar bolalar. Nima ham dedim, keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar obunachilarim.